psixologiyani ko'pda garchi u ko'rinmasa ham bizdagi o'zaro munosabat ko'proq qo'shilib qolishmasida bu yerda asosiysi o'qish. Shunday qaraymiz. O'sha ustozlardan mashg'ulot tinglaysiz, erishamiz. Ikki masalan kimdir sizga yomon gap tak. Nima dedingizlar? Ochlik, demak, ochlik masala. Emotsiya mimikada insonning tashqi. O'shaning uchun do'stlik emotsiya kiradi. Unda sevgi ham yo'q. Shu bilan do'stlik tuyg'usi yo'qoladi. Yo'q, siz ko'rgan O'shanda qoladi-ku. Chilikchi nima ekan? Emotsiya chiqlash, ba'zidan sevgini qanaqa farqi bor o'rtasida? Nima farq qilinadi? O'rganish va sevgini. Bu sevgi bo'limi qiladi. Ayollar oshkora sevadi, erkaklar yashin. Men sizga bir nechta nazariyani ko'rsatib beraman. Inson qancha nozik bo'lsa, iste'mollarga berilsa, sevgi tuyg'usi shunchalik yuksak qadrga ega. Bilan qiziqmaysiz. Endichi vaqt o'tyapti, bu kamaydi. Yana zarur bo'lgan